Ha, kelin. Beri keling qani? Dadajon yana uruq o'ynab o'tiribsizmi? Nima qilay kelin? Yuring ana takoy kiyimchalaringizni kiymasini bitta joy etaman. Qayerga olib borasiz? Bitta joy etaman-da. Tashlang shu urug'ingizni. Kimni qaynotasiz? Mani qaynotam. Erkalanmang, tez yuring, kech qolamiz o'zi. Yuring. Qayerga ketyapsiz? Haylo dadajon, ana qizni ko'ryapsizmi? Menga qarang dadajon, men qiz bilan gaplashib qo'yganman. Boringda burro gapiring. Qo'rqmang. Nima qo'rqaman? Birinchi marta uchrashuvga chiqmayapman. Qoching kelin. Omad. Yaxshimisiz qizim? Endi sizga nima desam? Biz paytlar bu yerlari boshqacha aytdi. Bu yerlari biz ham metallum baz aytdi, temir topshiraydi. Ana o'zgarib ketib, park bo'lib chiroyli bo'lgan. Endi yana nima desam? Nechinchi yilsiz? 2005. Kakras ana shu paytlari bu yerlari buzilib, mana shunday chiroyli qilindi. Kakras 2005 da buzilib o'tdi. Menga qarang boboy. Men yerga tekkanimdan keyin umuman qo'limni sovuq suvga urmayman. Bundan tashqari yilda 2 marta Maldiv orollariga dam olishga borishim kerak. Merimiga eng kamda konsert o'qishingiz kerak. Karbo. Jem. Bundan tashqari Mahirga gelik olib berishingiz kerak. Turing qolmayapti. Nima urasiz kelin? Gelik menlik deydi sizga dadajon, o'zini gelik ham yo'q. Turing, sizga baxshi xotin kerak. Xotin o'zingizga balo bo'ladi.